Assalomu alaykum. Bizning yangi mavzuimiz bu taqdimotlar yaratish uchun 7 ta eng yaxshi xizmatlar va dasturlar. Taqdimotlar yaratish uchun 7 ta eng yaxshi xizmatlar va dasturlar bu ma'lumotni tinglovchiga tushunarli va samarali yetkazib berishga yordam beradigan ajoyib ilovalar hisoblanadi. Birinchisi, Microsoft PowerPoint dasturi. Bu platformalar Windows, macOS, Web, Android va iOS. Narxi esa Office 365 dasturiy paketining bir qismi sifatida 5990 rubldan, web versiyasi bepul. Ikkinchisi, Apple Keynote platformalari macOS, Web va iOS. Narxi esa bepul. Uchinchisi, LibreOffice Impress platformalar Windows, macOS, Linux, Android va iOS. Narxi esa bepul. To'rtinchisi, Google Slides platformalar internet, Chrome, Android va iOS. Narxi esa bepul. Va beshinchisi, Prezi platformalar Windows, macOS, Web, Android va iOS. Narxi esa bepul yoki offline versiyasi uchun oyiga $3. Oltinchisi, Canva platformalari Web, Android. Narxi esa bepul yoki qo'shimcha funksiyalari uchun yiliga $119.40. Yettinchisi esa WebOffice platformalar Windows, macOS, Linux, Android. Narxi esa bepul yoki qo'shimcha funksiyalari uchun yiliga 1685 rubldan.